Yaxshi bo'lib ketsa xursand bo'laman, kimdir. Men o'zi bu narsaga umuman fikr bildirgim kelmagandi, lekin mana bularni videosini ko'rgandan keyin o'ziga bir ikki og'iz bir gapirgim keldi, xolis nasihat sifatida. Aytibsizki, uka, kimdir gapi bo'lsa, manzilni bersa borib gaplashib olamiz debsiz, lekin men uzoqdaman, baribir kela olmaysiz, shuning uchun chetdan bosavera qoldim, xafa bo'lmaysiz. Lekin yana aytibsizki, menga hayf qilib kuyishadi debsiz. Siz nimangizga hayf qilib kuyadi? Sizga o'xshab ovqat yeyolmaganligi uchun kuyadimi? O'zi aytibsiz-ku, o'zi ham menga o'xshab ovqat yeyolmaydi, moli ham deb. Haqiqatan sizga bu o'xshab odam ovqat yemaydi, hatto mol ham sizga o'xshab ovqat yemaydi. Ya'ni mana shuning uchun kuyish kerakmi? Keyin aytibsizki, meni hech kimga ziyonim yo'q, kuchayib ketsa xursandman deb. Sizni ko'rgan odam kuchayib ketmaydi. Ishoning. Mana hattoki mana siz urg'ochilaringiz, sizga o'xshagan ayollar, ya'ni siz orqangizdan ergashib yuribdi, siz ismingizni aytib falonchi aka mana shu ovqat yeydi deb. Mana isbotini ko'ring. Shuning uchun unaqangi bir xuddi bir farishtadek mazlum yoqib, bechorani yoqmang, chunki mana shu ishlaringizni mana shu ommani oldida jamiyatni ko'z o'ngida qilib, insonlarning tabiatiga zid bo'lgan narsalarni targ'ib qilganingizdan keyin biz insonlar ham inson sifatida atrofimizdagi o'zimizni jinsimizdan bo'lgan kishilarga o'zi tabiatimizga zid bo'lgan narsalar, bularga aldanib qolmanglar deb turib raddiy berishga haqqimiz bor. Va yana bitta narsaki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonni to'ldiradigan idishlarning eng yomoni uning qornidir degan. Shuning uchun bu millat o'zi qorni bilan tanazzulga ustun bo'ldi. Endi bularni bir yaxshilikka chaqirib, hayot faqatgina yeb ichishdan iborat emas deyish o'rniga yana shu nafsga targ'ib qiladigan bo'lsak, biz holimizga maymunlar yig'laydi yaqinda. Bu bitta sizga emas bu gaplar. Umuman katta auditoriyaga ega bo'lganlar, faqatgina mana shu ovqatga, yeb ichishga targ'ib qilyapti, hammaga tegishli. Va mana shularni qo'llab-quvvatlab, like bosib, videolarni tarqatayotganlarga ham bir narsani eslatardimki, bu siz har bitta laykingiz uchun, obunangiz uchun Alloh huzurida javob berasiz. Chunki Alloh azza va jalla munkar va yomon ishida hamkorlik qilmaydi degan. Umumiy bu mashaqangi behuda narsalarga like bosishlik, umumiy mashaqa narsalarni kuzatishlik haqida gapiryapman. Alloh hammalarimizni holimizni isloh qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.